Xullas, bu hamma 150 ta buzilgan modda qoidalarini man hozir bitta-bitta muhokama qilib izoh berib o'tirishim uchun ancha vaqt o'tib ketadi. Bir kun ham vaqt yetmaydi почти. O'sha uchun man uni hozir nima qilib turib, ilova qilib turib, mana shu videomni oxirida nimaga tashlab qo'yaman, ijtimoiy tarmoqqa, ya'ni kanalga joylab qo'yaman. Bu narsani ana o'ziga tegishli bo'lgan organ va davlat tashkilotlari olib, shug'ullanib, agar vijdonlari qachondir uyg'onib ketib, ko'raman desa, o'sha ko'rib olishi mumkin. Endi shu bilan birga o'sha tegishli bo'lgan shaxslar, organ, davlat tashkilotlari ichidagi xodimlar ichida, sudyalar ichida savol tug'ilishi mumkin. Sani o'zing ham mana davlat xizmatida bo'lgan ekansan, harbiy xizmatchi bo'lgan ekansan vaqtida, o'qituvchi bo'lgan ekansan, tadbirkor bo'lgan ekansan. Nima keragi bor edi bu narsalarni ochib deyishlaring mumkin. Bu narsa kerak. Birinchidan, hammamiz bir 2 metrlik joyga boramiz. Bir xil materialga o'ralamiz. O'sha uchun hammaga bu qonunlar teng ishlashini xohlayman men. Agar men tarafdan ham sizlarga o'xshab qonunbuzarliklar yo bir fuqaroga, bir oddiy xalqqa nisbatan bir nojo'ya xatti-harakatlarim bo'lsa, marhamat, ochiqlab berishlaringizni yoki bo'lmasa ko'rsatishlaringizni so'rayman. Xizmat davri bo'ladimi, maktab davri bo'ladimi? Mana shu yerda mana shunaqa xato qiluvding desa, men uni tushunmovchilik bo'lgan, aslida bunday bo'lgan deb turib tushuntirib berishim mumkin. Menda xatolik o'tgan bo'lsa, men bu ijtimoiy tarmoqqa, xalqni oldiga chiqib buncha narsani daston qilib o'tirmas edim. O'sha uchun fuqarolar ham, davlat tashkilot xodimlari ham, organ tashkilot xodimlari ham, sud hokimiyati bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar bu narsani qonun hamma uchun barobar deb qo'yibdi qonunda. O'sha uchun barobarligini ta'minlashimiz kerak. Men qaysi davlat tarafga yo bir fuqaro tarafga yon bosib turganim yo'q, haqiqat tarafga yon bosyapman. Qani agar qonun ishlaydigan bo'lsa O'zbekistonda, men shu chiqargan videolarimga qoldiradigan hozir izoh va ilovalarimga javob beriladi. Javob berilmaydigan bo'lsa, bundan keyin ham javob berilishi uchun men xatti-harakatimni davom ettiraveraman. Tashkilot yoki bir davlat organlarida kamchiliklar bo'lsa, nima bo'lsa, ijtimoiy tarmoqqa yoritishni davom ettiraveraman. Mendan bir xafa bo'lib, o'pkagila qilib o'tirishda hojati yo'q. Sababi men boshida ham aytdim, bu haqiqat yo'liga chiqdim, oxirigacha boraman. Menda shunaqa prinsip, shunaqa odat bor. Bir ishni boshladimmi, oxirigacha yakunlash uchun men harakat qilaman tish tirnog'im bilan. Bundan keyingi videolarimda qo'yadigan ilovalarimni, ya'ni video zapislarimni boshida iloji boricha Oliy sud raisiga 150 ta moddani buzilganligi sud organ tarafidan, ichki ishlar prokuratura, tibbiyot, MIB tarafidan buzilgan xatti-harakatlar, jinoiy guruh tarafidan buzilgan xatti-harakatlarni arizasini tashlayman va undan keyin o'sha 150 ta moddani buzilishiga kelib chiquvchi holatlar va uni asoslovchi modda, qonun, qaror plenumlarigacha tashlab beraman. O'sha uchun endi ayrim hammani shaxsiy fikri bor. Ko'pchilik fikr bildiryaptiki, oilang ekan, o'zingni jiyanlaring ekan, nima qilarding bunaqa qilib, nima qilarding ijtimoiy tarmoqqa chiqarib, nima qilarding oxirini ko'lab, nima qilarding jazolab deb savol beryapsizlar. Menda ham savol ko'p, xuddi sizlarnikidek. Nimaga men nogiron bo'lib qolishim kerak? Nimaga men sog'lom yurgan holatimdan o'qituvchi bo'lib, pensiyaga, harbiy xizmatdan pensiyaga chiqib kelib, endi yashayman deb turib, jamiyatda bir o'rnimni topaman degan bir vaziyatda nima uchun meni bu nogiron holatiga solib qo'yish kerak? Nima uchun ichki ishlar xodimlari musulmon banda bo'lib turib, bir O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, bunday O'zbekiston fuqarosini xo'rlanishi,
bir bosim ostida qolishiga bular yo'l qo'yib berish kerak. Nima uchun ikkita ojizni, ya'ni bittasi o'zim nogironlik qilish kasada ayolim tergov xonasiga kirgizib 15 kishi tajovuz qilish kerak, kuch ishlatish kerak. Nimaga bosim o'tkazish kerak? Nimaga prokuratura qonun buzilishlariga ochiqdan-ochiq ko'z yumishi kerak? Nimaga sud tizimi umuman ishlamasligi kerak? Nima uchun fuqarolarni kerak bo'lsa mana tayoqda yurgan holatimdan yotib qolishimgacha holatgacha olib keldi sud hokimiyati. Shuna deb aytaman man. Bor instansiyadan ham o'tdi mana. Oxirgi instansiyada ko'riladi, balo qilinadi, battar qilinadi. Hech qaysida ko'rilmadi. Boya telefon qilingan odam katta o'tirgan odam tepada o'tirib porani gupildatib olib turib hamma ishni yopti qilayotgan o'sha. Bo'lmasa mana nima senatgacha chiqdik. Senat ham hal qila olmadik. Kim bo'lishi mumkin tepasida? Qaysidir haromxo'r prezidentning yonida yalamoqchilik qilib yurgan bir aldab qo'yniga kirib yurgan bir vijdonsiz. Nima uchun ko'rila olmadi? Nima uchun biza uysiz qolishimiz kerak? Nima uchun ko'chalarda yurishimiz kerak? Nimaga bir 7 yot begona odam endi begona emas, oilamdek bo'lib qoldilaring. Kuzatuvchilar, obunachilar nima uchun yordam qo'lini cho'zish kerak? Nimaga oilasini rizqidan o'zi 1 million oylik oladi bechoralar? Nima uchun ular menga yordam berish kerak? Meni oilamni kafillikka olish kerak. Nima uchun uyimdan joy beraman, keling, mana men sizga sharoit yaratib beraman degan gaplarni aytish kerak. Men masalan o'zimga or bilaman u narsani. Erkak kishining g'ururiga to'g'ri kelmaydigan narsa ular. Xudoga shukr, ming rahmat, haliyam mana shu odamlar boriga men o'ylaymanki, oxirat yetib kelgani yo'q. Yer osmonimiz tinch turibdi, buzilib ketmasdan. Xudoga shukr, sal mana davlat shifoxonasidan emas, xususiy mana bu tibbiy tabiblardan mana nima olib sal sog'ligimni tiklab oldim, xudoga shukr. Endi bu yog'iga mana qarzlarni mana yetkazganlar to'lab bermadi. Haqiqatan ham boya jinoyatchilar boshida aytgandek, agar siz nima qilmaydigan bo'lsangiz, arzingizni qaytarib olmaydigan bo'lsangiz, biz sizga yordam bermaymiz ham, sizga beriladigan pulni tepaga berib bo'lsam yopamiz deb turib, o'zimga emas, bir tanish odamga aytib ketgan. Uni kimligini men ayta olmayman hozir. Nega aytgani aniq zapislari ham turibdi bu narsaga. Mana yopdi ham deylik. Mayli, men u narsalardan e'tirozim yo'q. Ertaga nari yoqqa borganingda savol javobga to'g'ri javob bera olsang bo'ldi. Bu yerda sudyani, tergovchini savollari hech narsa emas. Bularning savol javobi. Kelishib aka-ukadek bo'lib ketaverasan ekan bular bilan. Aka-ukadek bo'lib ham yurdi mana, kalla urushtirib. Profilaktika inspektori kelib jinoyat sodir qilgan odam bilan quchoqlashib yurib, bosh urushtiryapti. Bu yoqda bir nogiron o'tiribdi. Oyoq kiyimsiz, oyoq yalak. Menga afsus. Endi men birinchi navbatda bu narsalarni ko'tarib chiqqanimga sabab meni bu narsa xarakterimdan kelib chiqdi. Ya'ni men ko'tara olmayman. Hech qanaqa bunday nohaqliklarni ko'tara olmayman. O'sha uchun olib chiqdim bu narsalarni. Yana mana shu prezidentimizni bir aytgan gaplari, korrupsiyaga qarshi bir o'zim kurasha olmayman. Birgalikda kurashaylik. Olib chiqinglar videolarga. Olib chiqinglar ijtimoiy tarmoqlarga. Ko'rsin, yurt bilsin buni. Dunyo bilsin. Ayrim men chiqaradigan qonun qoidalarimdan ancha mana shu beradigan, ularga nisbatan beradigan ta'zirlarimdan sizlarni chiqargan jamoat nazoratlaring, ijtimoiy tarmoqlaring deb bir necha bor aytdim. Haqiqatan ham o'zgarish bo'ldi. Bir 2-3 ta video chiqarganimda men shu narsani sezdim. Shuning uchun men yana chiqaryapman. Mana shu korrupsiya yo'qolish maqsadida. Birgalikda kurashishimiz kerak. Endi birgalikda kurashishimiz kerak deb chiqib turib, lekin lekin degan taraf bor. Prezidentimiz aytib o'tgan o'sha gapini orasida faqat qonun buzmanglar, bo'lmasa men sizlarni himoya qila olmayman degan. Mana men qonunlarni buzmasdan, mana bular buzsa ham buzganini ko'rsatib, o'zim qonunlarni buzmasdan mana shu yergacha keldim. Qani endi o'zgarishni ko'ramiz. Qonunlarni buzmasdan men prezidentimiz deganini qilib chiqardim. Shavkat Mirziyoyev Miromonovichni xalqimni qo'llovi bilan, undovi bilan
olib chiqdim. Mana endi xalqqa nisbatan qanaqadir o'zgarishlar bo'ladimi, yo'qmi? Shuni natijasini ko'ramiz. Agar menga nisbatan bosimlar bo'lmasa, bulardan har balo kutsa bo'ladi. Manfaatlar to'qnashuvi deb yaqinda ham bitta qonun chiqdi. U ham bir ichida bo'shliq, bir tushunmovchilik qonunlarning ichi. Sababi uni chora ko'radigan, unga nisbatan bir qonuniy ish faoliyati yuritadigan oxiridagi yetkazilgan o'sha tarafni zararlarini qoplash yana sudga berkitib qo'ydi. O'zi почти mana 50-60% man chiqayotgan bo'lsam nimada muammolarda 70% ham deyaveraylik. Sud tizimidan norozi xalq, fuqarolar. Mana o'qinglar kommentariyalarni. Nechta odam suddan jabrlangan, sud noto'g'ri o'tkazilganligi bo'yicha nimasini o'qinglar kommentariyaga kirib. Sizlarni kamchiliklarni aytsang, unga nisbatan poylab turib vaqtlar o'tgan sari tajovuz bo'lib o'zlarini yo'qotishga harakat qilyapsizlar. Yo'q qilaveringlar. Mana men ham tayyorman. Yo'q qilinglar. Men qo'rqatayin yo'qotadigan narsam yo'q. Просто bitta menga xalaqit berayotgan narsa o'sha sog'lig'im uchun ikkinchi taraf ta'minot bermagandan keyin men birovdan foizga pul olishga majbur bo'lib, u foizini hozirda mana juda katta miqdorda summa bo'lib ketganligi uchun o'shani qaytarish ilinjida endi sog'lig'imni tiklay deyapman. Bolalarimga qolib ketmasin o'shalarning nimasi ham. To'lash vazifasi ham. Ertaga baribir musulmonmiz hammamiz. Bandalik bajo keltirgan payti ham buni qarzi yo'qmidi, hech kimdan hech qanaqa xusumati yo'qmidi deb so'ragan payti mendan qarzi bor edi deb chiqsa, mana bu hali voyaga yetmagan bolalar yoki ayolim qanday to'laydi u narsani? Kichkina pul emas. O'sha uchun agar kuch-quvvatim yetib, agar sog'lig'im tiklab olsam, xudo xolasa men o'sha qarzlarni ham keyingi narigi dunyoga qoldirmaslik uchun bu dunyoda qarzlarimni uzib, xudo xolasa yorug' yuz bilan yana efir qilib turib, mana shunday muammolar hal bo'ldi deb turib chiqishlar nasib qilaversin. Sizlarga ham sog'lik salomatlik tilayman. Sabr bilan kuzatganlarga boshidan oxirigacha ming rahmat. Mana shu qo'llaganlaringiz uchun shu yergacha keldi. Qo'llamasalaring уже menga nisbatan уже 277 ochilib, уже izi yana yopilib, yopilgandan keyin yana ochilish arafasida turibdi. Men ijtimoiy tarmoqlarga уже chiqarganimdan keyin bu narsa sal orqaga chekindi. Qonuniy ko'rilish boshlashi sezildi ancha. Rahmat. Yana bir marta kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, men adashib gapimdan tutluqqan bo'lsam, sababi boya aytdim, menda so'zlash nimasi ham nevrologический bitta tortish tomirlari bor. Men tan jarohatidan keyin bosh miyada уже charchoq, bir gapni ikki marotaba qaytarib yuborgan joylarim bo'lishi mumkin. O'sha uchun hammadan uzr so'rab qolaman. Bu ijobiy hal bo'lishini men umid qilaman. Ijobiy hal bo'lmaydigan bo'lsa, men yana ham kamchiliklarni ko'rsatishga harakat qilaman. Jamiyatni to'g'rilanishi uchun mana yelkama-yelka mana prezident yonida turib harakat qilish kerak bo'lsa, agar harakat qilaman. Ko'pchilik aytadi, kommentariyada ham yozadi. Prezident nima qilib bera oladi? Mana 2016 dan beri mana 10 yil bo'lyapti, hech narsa qilib bera olmadi-ku. Yo'q, men yana bir marta qaytaraman. Bu korrupsiyani, qonunbuzarlarni, haromxo'rlarni yo'q qilish tag-tubi bilan, korrupsiyani tag tomiri bilan sug'urish bitta prezident qo'lidan keladi. Uni hamma biladi. Uni ochiq-oydin aytishga ko'pchilik jazm qilmaydi. Men buni aniq ayta olaman sizlarga. Sababi men buni guvohi bo'lganman. 2016-yil 8 yildan beri bittasini muammosi hal qilib bo'lmay yurgan harbiy xizmatchi kapitan andijonlik bo'lani 2 kunda ishi hal bo'lgan. Portalga murojaat qilgandan keyin yana qaytaraman. Bu narsa lekin hozirga kelib yo'q. Umuman natijasi yo'qolib ketdi portalda, ya'ni. Portal mana murojaat qilganimizga ham почти 2 yil bo'lyapti mana. Portalga mana shu masala bo'yicha. 2 yildan beri u ham chora ko'rilmayapti.
O'sha uchun birdan-bir nimamiz to'g'ri, jamoatchilikni ham nimasi kuchli. YouTube tarmoqlari orqali chiqaversak, chiqish qilaversak, baribir kimgadir yetib boradi, ko'rishga majbur bo'ladi ular bu narsani, ishni. Lekin baribir prezidentimiz harakat qilmasa, prezidentimiz bu narsaga e'tibor bermasa korrupsiyaga, shu-shuligi bo'yicha qolib ketaveradi. Sababi xalq nomidan ham ish yuritadigan, gapiradigan ham prezident qonunda ham belgilangan. Shu xalq chiqargan qonunlarda tasdiqlab o'tilgan. O'sha uchun faqat bizni nimamiz hozir mani shaxsiy fikrim, prezidentdan mana shu narsani iltimos qilib o'tardim, Shavkat Mirziyoyev Miromonovichdan. Man shu portalni, ya'ni xalq qabulxonasini yana jonlantirishingizni so'rab qolardim. Yana xalqqa e'tibor berishini so'rab qolardim. Murojaatlari to'g'ri va tez, aniq o'rganilishiga vazifa berishingizni, ko'rsatma berishingizni so'rab qolardim. O'shandagina bitta maqsadga erisha olamiz. Lekin bittagina muammoni yechish uchun mana ko'ryapsiz, qonun bo'yicha hal qilinadigan bo'lsa, hali maniki tez bo'lgani. Mani to'g'ri nogironni balkim sal tezroq ko'rib berdilar shekilli. Mendan boshqalar 7-8 yil bir ish izidan quvlab yuribdilar. 7-8 yil oxirgi protsess ko'rilmagan, qabuliga kirmagan, Oliy sud raisi qabul qilmagan. Meniki lekin mana 2 yilda ko'rilishiga qaramasdan mana 2 yillik muammo emas edi. Uzog'i mana tergovga, mana surishtiruvga 2 oy ketadigan bo'lsa, sud surishtiruvga ham 1 oy, 1,5 oy, uzog'i 3 oy, 3,5 oyda ichida bosti bo'lib yopiladigan ish edi. Agar shu portalga men yozib turib, mana shu sustkashliklar bo'lyapti deganda o'shanga e'tibor berilib, vaqtida chora ko'rilganda, o'sha narsa 3,5 oyda ichida hal bo'lib, hamma narsa ish yopilardi. O'sha uchun yana bir marta Shavkat Mirziyoyevga men iltimos qilib o'taman, mana shu portalni nazoratga olishingizni. Xalq og'ir ahvolda. Mani o'zim ham mana mamlakat xavfsizligi uchun javobgar, mas'ul bir fuqaro shaxs sifatida sizga aytyapman. Sizni buyruqlaringizni men hozir o'zimga birdaniga qonun deb bilaman. Sababi o'rtasidan aytib o'tib ketdim. Buyruqlar yozma va og'zaki bo'ladi deb. Siz og'zaki bergan mana shu ijtimoiy tarmoqlar orasida menga tegishli joyi mana shu yorit. Xavfsizlik nima, ijtimoiy xavfsizlik nima, mamlakat xavfsizligi nima, hammasini yorit degan narsangiz menga tegishli deb o'ylayman mana shu narsani. Va men bu narsalarning hammasini yoritdim mana. Agar sizga yetib borsa, ko'rish vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, mana ilovalarni ham tashlab beraman. O'shalarni bir qator bir ko'z yugurtirib bersangiz, iltimos, mana fuqarolar ham sizdan minnatdor bo'ladi. Mana bu kommentariy yozib o'tirgan, video kuzatib borgan, mana shu kanal faollari ham sizdan minnatdor bo'ladi degan umiddaman. Mana xalqimga, fuqarolarga, yurtdoshlarimizga ming rahmat. Mana shu qo'llab-quvvatlaganlar uchun yana bir bora sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.